2025-yilda penalonboz narxlari qanaqa bo'lyapti degan obunachilarimiz uchun xudo xolasa bugun Namangan viloyatiga yetib kelganmiz. Ko'rib turgan joylaringiz 80 kvadrat metr ekan. Narxlar nech puldan bo'lyapti, nech santimetrliklarni nech puldan qo'yib berishyapti degan obunachilarimiz uchun xudo xolasa Namangan viloyatiga yetib kelganmiz. Sizlar uchun narxlar tanishtirib o'tamiz. To'liq ma'lumotni ustakamizdan olib o'tamiz. Ustakamiz mehnatlarga bitta like bosib qo'ysalar bo'lar. Assalomu alaykum aka, charchamayapsizmi? Yaxshimisiz? Siz ishlar bo'lyaptimi aka? Rahmat. Xush kelibsiz. 80 kvadrat metrdan xuddi shunaqa bu joyimiz. Aha, birinchi bo'lib aka qanaqa tayyorlanishlarini bitta ko'rsatib o'tsa yo'q demasiz aka. Siri yo'q bu narsani. Yo'q, siri yo'q. Siri yo'q, bemalol ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, birinchi aka qanaqa boshlanadi? Birinchi suv solinib oladi. Aha, o'zini boshqasiga. 60 litr. Aha. Keyin 1 kilo, 1,5 kilo. Endi biz mashina o'lcham qo'yganmiz. Bunda sement tashlanadi bitta. Ha, shu suvga 1,5 kilo. 1 kilo, 1,5 kilo. Kichkina paqirchada ketar ekan. Kichkina paqirchada ketadi. Aha. Keyin 35 kilolik 35 kilo qopda gipsimizni solamiz bunga. Gips. Mehnatlariga ham like bosib qo'ysalar bo'ladi. 60 litr suvga shunda qancha ketyapti aka gips? 60 litr suvga 35 kilolik qopdagi bir qop ketadi. Bir qop ketaverar ekanda. Xo'p, 1,5 kilo sement bo'lyapti, 1 qop gips bo'lyapti. Endi mikserda aralashtiradi, shunaqami? Shunaqa bo'ldi. So'zlari bugun qo'yishgan joylari ekan, ertalabdan beri boshlashgan, kungacha kelishsa, oq-qopda bag'aga qoqilsa, bugun tugatib ketamiz deyapti. Xo'p, endi bunisi nimasi aka? Endi o'zini maxsus penasi bo'ladi, bu qo'shiladi. Keyin rastvorimiz tayyor bo'ladi aka. Buni qo'yamiz. Shu. O'zini penasi, buni sotib olasizlar yoki tayyorlaysizmi o'zingiz? Buni vazifasi asosan shu rastvorda shu qattiqligini, sifatini oshirishga, keyin yengil bo'lishiga, sichqon kalamushlar oralamasligiga sabab bo'ladi. Nagruzga tushmaydi. Po'stlarga nagruzga tushmaydi, sichqon kalamush oralamaydi. Shunga asosan asos. Buni ham qanchadir qo'shish narsasi bormi yoki yo'q, endi biz miqdori ko'zchama o'rganamiz, o'rganib ketgan o'zi. Zo'r. Tez tayyor bo'lar ekan, lekin. Ha, shu. Endi biz haligi ko'p vaqt ketmasligi uchun suvni oldin qo'shib oldik. Tayyorlab qo'ydik. Bo'ladi. Tayyormi endi aka shu bilan? Ha, tayyor bo'ldi bu. Endi buni quyib olamiz. Endi hozir bir xilgila buni tagi bilan tepasini ko'p aralashtirmaydi. Shuni hisobiga bir tomoni bo'sh, bir tomoni qattiq bo'lib qoladi. Ha, har xil o'ynab qoladi. Har xil o'ynab qoladi. Pastdagi suvga ko'piga aralashish kerak to'liq. O'shancha aralashib chiqsa zo'r bo'ladi. Yaxshi bo'ladi. Ko'pigina o'shaning uchun ichiga kirgizib yubordik hozir. Tayyor hozir. Endi quyib olsak. Bo'ldi. Betlarga endi oddiy materiallar solgansiz-lar, to'g'rimi? Ha, material u asha summani ichida hammasi. Ha, summani ichida bo'ladi. Bo'ldi, hozir narxlarni ham aytib o'tamiz. Hozir betga qo'yasizlarmi aka? Qo'yamiz mana shu yerga hozir. Men bo'lsam tarafga o'tib olaman. Yo'q. Chapga unga. Qo'ying. O'z bor. O'z sekin joyiga borar ekanda. Ha, sekin ashi past joylariga o'z topib borib oladi. Ha, burchaklariga ham ketdi ana. Zo'r. Quyilish jarayonlari shunaqa. Aha. Hozir batdagi aka necha santimetrlik bo'lyapti? 7 santimetr bo'lyapti. 7 santimetr. 45 ming so'mdan bosib beryapmiz. 45 ming so'mdan. Necha santimetrliklar bor ekan yana bitta? 5 santimetrliklari bor. Endi u asosan ashi molxonaning tomlariga ishlaydi yoki bo'lmasam haligi eski oldin loy bosilgan, yorilib ketgan joylarga 5 santimetr bo'ladi. Kifoya qiladi. 7 santimetr 45 ming so'mdan bosib beramiz uni. U asosan shu hadovoy ko'pchilik 90-95% odam ashta 7 santimetrlik bostiryapti hozirda. 7 santimetrlik ham zo'r bo'lib qolgan, puli ham yaxshi. Puli ham o'rtacha,
sifati yaxshi. Hozir aka loylonbozda nima afzallik taraflari bor aka buni uylarga qildiradigan bo'lsa? Loylonbozda afzallik tarafi birinchi o'rinda to'sinlarga nagrozi kelmaydi. Keyin uyda egalarining ham ortiqchaligi ovoragarchilik bo'lmaydi. Chunki hamma mahsulotlar ashni ichida bo'ladi. Biz o'zimiz olib borib, o'zimiz xizmat ko'rsatamiz. Hozir loylonboz qilaman, sametga kran chaqirib, turpoqni ko'ylatib, somoq, hashar qil. Shuna bo'lib, baribir o'sha pul ketib qoladi. O'sha pul ketadi. Lekin buni qildirsa yaxshi tushadi, xudo xohlasa. Yaxshi tushadi. Sifat tarafdan ham keyin bu ashi utuplit vazifasini bajaradi. Utuplikdami? Yozda salqin bo'ladi, qishda issiq bo'ladi. Issiq bo'ladi. Zo'r, xudo xohlasa. 5 santimetrlik narxini necha pul dedingiz aka? 5 santimetri 35 ming so'm, 7 santimetri 45 ming so'm, 10 santimetri 60 ming so'mdan butun vodiy bo'ylab hozircha. Endi agar ob'yem kattaroq bo'lsa, Toshkent va Voha hududlariga ham xizmat ko'rsatamiz. Obyektga qarab, Bu hozir aytayotgan narxlaringiz vodiy ichi polni ishlayveradi, bir xil qattiqdan bo'lishidan qat'iy nazar. Xuddi shunday. Endi kattaroq kvadrat bo'ladigan bo'lsa, misol joyi katta joy bo'lsa, misol Voha hududlarida ham, Toshkent hududlarida ham xizmat ko'rsataveramiz. Ash narxda bo'ladi u yerda ham. Bir xil bo'ladi. Bir xil bo'ladi, unaqa razlitsasi bo'lmaydi. Kvadrat katta bo'lsa, ularga ham foyda, sizga ham foyda bo'ladi, xudo xolasa. Shunday. Narsalar ko'rib o'tdilar, qanaqa tayyorlanishlarini, xudo xolasa 7 santimetrlik qilib berishyapti. Keyin ertalab boshlagansizlar aka buni? Ertalab boshlaganmiz, hozir tugatamiz. Tugatilyapti. Soat o'zi 5 mi bo'lib qoldi soat. Zo'r, xudo xolasa. Aka sizga aloqaga chiqishadi, obunachilarimiz chiroyli qilib berishadi. Oyatullo uzdan oldimizda ishni unutmanglar, xudo xolasa chiroyli qilib berishadi. Akalar ishlayni davom ettirsalar bo'laveradi. Rahmat aka sizlarga ham. Xo'p, bo'p. Sog' bo'linglar.